Assalomu alaykum yurtdoshlar, hammasi sog' omonmi? Bugun o'g'lim menga borsh tayyorlab bermoqchi. Piyoz sour. O'g'limga ovqat qilishni o'rgatyapman. Ovqatimiz qovurilyapti. Choyimiz ham qaynadi. Har doim men qaynoq suv solaman. Qizil lavlagini ham sovardim. Tuz solamiz. Men 2 qoshiqcha, kichkina qoshiqcham. O'lchamay solyapman. Yordamchim karam to'g'rayapti. Hamma yoqqa sochib o'rgatyapman ovqat qilishni o'g'limga. Qaynab turgan suvimizni solamiz. Men har doim qaynoq suv solaman iloji boricha ovqatga. O'g'limda ovqat ekan, ichib ko'rib ta'mini ko'ramiz buni. Bizlar ovqatimiz tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha.